mahalliy o'quv guruhlarida o'qish, yozish va hisoblash amallarini 3 oy davomida mukammal o'rgatamiz. Bundan tashqari, bolalarni 5 yoshdan boshlab ingliz tili, rus tili va mental arifmetika guruhlariga qabul qilamiz. Kurslarimiz haqida to'liqroq ma'lumot olishni istasangiz, pastdagi raqamlarga plus belgisini jo'nating. Xodimlarimiz siz bilan aloqaga chiqishadi. Aziz yurtdoshlar, joriy yilning 31 mart hamda 1, 2, 3, 4, 5 aprel kunlari Murod shifo klinikasining Xorazm viloyatidagi filialiga namanganlik Xalq tabobati akademiyasi tabibi Yulduzxon G'aybullayeva tashrif buyuradi va bemorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazadi. Klinikada jigar kasalliklari, gepatit B, C, D, o'sma kasalliklarining barcha turlari, kista mioma, bachadon bo'yni eroziyasi va yarasi, qon bosimi, yurak, disk churrasi, prostata, qandli diabet, o'pka, yo'g'in ichak, o't pufagi, qalqonsimon bez, bo'g'imdagi og'riqlar va boshqa kasalliklarga aniq tashxis qo'yilib, tabiiy giyohlar yordamida davolaniladi. Faqat shu kunlari shifokor qabuli mutlaqo bepul. Manzil Urganch shahri, Pahlon Mahmud ko'chasi, 16-uy. Mo'ljal Esik teleradio kompaniyasining eski binosi. Telefon 94 kodi bilan 279 08 12